Assalomu alaykum hammaga, qizlar yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Anchadan beri video olmadim YouTube uchun. Hozir hamma nar ichida bor narsalarimni obzor qilib ko'rsataman qizlar. Nar ichida kurporlar donasi 35 ming so'mdan, keyin soch uchun keratin sprey mislaridan kelgan, ham sochlarni yumshoq tep-tekis qo'yadi, oziqlantiradi. Xullas, nima? Dazmol, fen shulardan ham kuyishini oldini oladi qizlar. Keyin soch to'kilishi uchun Blackgelic nimalardan bor, shampunlardan bor, soch to'kilishiga qarshi, sochni sinishiga qarshi mustahkamlovchi juda ham yaxshi lecheniy shampunlardan bo'ladi qizlar. Ikkilamasi olib ishlasanglar bo'ladi, sochlarni ham yumshoq qo'yadi. Keyin Rio shampunlaridan keldi. Bu shampunlar ikki xil. Mana busi soch to'kilishiga qarshi, mana busi hech qanaqa nima shampun tushmaydigan, shampun allergiya berib yuboradigan, bosh terisi bor qizlarimiz uchun juda ham yaxshi, ancha tinchlantiruvchi, yallig'lanishga qarshi shampunlardan qizlar. Bular eng kelgan eng sifatli shampunlardan. Keyingisi Ricochet brendidan nimalar? Qo'l kremlar 5 xil bo'ladi. Donasi 35 ming so'mdan, gramm 60 mg yaxshi qo'l kremlardan bular ham sifatli. Masalan, Ricochet brendi narsalar juda ham yaxshi bo'ladi. Keyin Romatn tintlaridan kelgan, mana har xil rangidan bor. Keyin bu boshqa brend, bu ham yaxshi. 4 xil rangi bo'ladi. Bitta pomadan o'zida bularning narxi 95 ming so'mdan gruppaga kirib bemalol ko'rsatib bo'ladi. Keyin nimalardan bu? Anju pudralaridan, mana bu oq pudralardan ham ichida bor. Keyingisi Centella setidan va Dr. General Black Snail setidan, Accessory'ni mini setidan ichida bor. Mana bu narxi 230 mingga ko'rib skidkaga, buni narxi 430 ming, buni narxi 100 ming so'm. Keyin Anvadan porali yuzlar uchun, kengaygan qoralar uchun korotishkalarni ketkazish uchun yaxshi lorik maskadan bor. Narxi 110 ming so'm. Keyin gemoroy maslarimizdan ham keldi qizlar. Ko'z orasha tuti bundan ham bor keldi. Keyin qoralarni qisqartiruvchi Centella maskasidan ham ichida bor. Gidrofilli maslalardan Anva, Lagon va rautlarni gidrofilli maslalardan ichida bor. Keyin Anvani gidrofilli balmdan, Zero gidrofilli balmdan ichida bor qizlar. Bular narxi 190, bu Anva 160 ming, skidka hozir 190 ming va 180 ming so'm. Bu 110 ming so'm, mana Anvaniki, bu 170 ming so'm Zeroniki. Anvani gidrofilli maslalar, Anvani enzim pudralaridan bor. Ko'rib yuzaga ham yaxshi enzim pudra hisoblanadi, bu narxi 195 ming so'mdan. Keyin intim oqartiruvchi kremlardan bor qizlar. Anvani retinoliy ko'z kremidan bor, intim atirdan bor, soch va badan uchun misllardan bor, ona CC kremidan, ko'z krem, cell toxing, Medicine cell toxing ko'z kremidan bor, juda ham sifatli, yaxshi ajinlarga ishlovchi ko'z kremi bundan ham ichida bor. Keyin mana bunaqa nimalardan keldi qizlar? SPF to'plamlari Roundlab'dan. Buni ichida ikkita 50 mg ko'k SPF va bitta 30 mg tone up SPF bor va mana dumaloq brendidan nima ham bor, SPF ham bor, tonaplik, aksessuar SPFlardan bor, roundlab tonaplik 30 mg Pitoxjosin ikki xilidan va mana bez korobkaligidan bor. Keyin bu tonaplik SPFlardan keldi qizlar. Keyin Anvani Puderen krem va serumlardan keldi. Bularni ichini ochib ko'rsataman hozir. Mana ichida shunaqa narsalar bor, bunda ham bor. Xullas, shulardan ham narxlab keldi, bemalol zakaz qilsalar bo'ladi. Keyin aksessuar serumidan, nimadan Lala Recept vitamin C-lik, niacinamidi bor tarkibida 5%, shunaqa serumidan ham bor. Zenimax serumu Manio, Medipil retinol kollagen pulasidan bor. Green tomatoni serumidan, Novuzin, Gudal serumidan va Dalba mistidan bitta bor qizlar. Keyin nimadan bor? Medipilni ampulasi ajinlar uchun va Medipil mana yana yangi ampulasi kelgan. Bu ham ildizlarni yuzdagi qayta tiklanishiga yordam beradi, ajinlarga yaxshi yordam beradi, yumshatuvchi, lifting beruvchi ampulalardan hisoblanadi. Etanol ampulasidan, Medixilli kremidan, niacinamidlik, niacinamidlik, vitamin C kremidan, Gudal, Melaban va Merkit kremlaridan bor. Anvani aksessuarni yangi chiqqan kremdan keldi qizlar. Oqartiruvchi dog'lar uchun kremi bu ham. Serumas, ko'pchilik adashtirib qo'yishi mumkin. Serumas bu yangi chiqqan kremi. Keyin Creview'ni kollagen kremidan bor, retinol kremidan, Zemax'ni Dual Barrier kremidan, Dr. Gina kremidan, Dr. Gina Red Blemish kremidan, 345 kremidan, mana Medipilni bu yangi chiqqan kremidan bor. Bu qizil kremidan ham bor, Medipilni Valentin Sims Dox kremidan, Lagon toneridan, kislotin tonerlardan, Zambay Miran Lagon toneridan, Medipilni Renlik toneridan, Rejuran toneridan, Medipilni 2 xil toneridan, Green Tomato toneridan, Gudal toneridan, Novuzin tonerlardan bor. Bular hammasi hozir ko'rsatganlarning hammasi juda ham yaxshi toner qizlar. Sifatli Anva toneridan bor, hozir skidkada bu ham 160 ming so'mdan. Keyin Mamondena toneridan, kollagenlik, Medipilni retinol kollagenlik toneridan bor, Silmax toneridan bor, Lala Recept penkasidan, Dr. Circle Arensa penkalaridan, keyin Silmax'ni 2 xil penkasidan bor, mana bu yog'i yuzaga muammo uchun, mana bu hamma uchun. Ana penkasidan bor, keyin penkadan kelib, Welderma brendidan zo'r penkaga haqiqatdan o'zim darvosh oldim o'zimga bittasini. Ko'pirishiga ham gap yo'q, yuzni tozalashiga ham gap yo'q, poralarni ichigacha chuqur tozalab berishiga umuman gap yo'q qizlar. Hozircha narxida bor. Men bundan yana aytdim. Kelganda hozircha ikkita qoldi. Buni ham kimdir aytib qo'ygan. Biz dalashyapti buni. Roundlab erkaklar uchun penkasidan va lakofitlardan narichda bor qizlar. Hozircha narichidagi narsalarim shular. Agar savollaringiz, zakazlaringiz bo'lsa, Telegramda yozsanglar bo'ladi. Bemalol nima qilib beraman.
savollarga javob beraman. Zakazlaringiz bo'lsa jo'natib beraman. Dostavka borni berishadi. Hamma viloyatga dostavka bor. Tuman hammaga dostavka xizmatimiz bor. Keyin qizlar bizga Pavlos Jones brendidan tarkibida 2% BH kislotasi bo'lgan eksfoliant ham kelgan. Buni toner o'rnida ishlatasizlar. Bu nimaga yordam beradi? Yopiq pomidorlar, bo'ralar, ugrilar, qora toshkalarga juda ham yaxshi yordam beruvchi eksfoliant hisoblanadi. Buni toner desa ham bo'ladi, chunki toner o'rnida ishlatiladi qizlar. Bu haftasiga 2 marta ishlatsangiz bo'ladi. Bemalol bu zakaz bersalar bo'ladi. Yaxshi narxlarda kelgan. O'zi buni narxi juda qimmat bo'ladi. Hozir ancha arzonlagan yoki skidkaga tushyapmiz. Bu buni narxi arzonroq keldi. Yana kimgadir kerak bo'lsa, bemalol zakaz bersanglar bo'ladi.